Bir cemiyet xilma-xil insonlar qatlamidan tarkib topadi. Har qatlamdagi insonlar o'zaro bir-biridan ta'sir qabul qiladi. Bu ta'sir natijasida har xil o'zgarishlar, yangiliklar, yangi iqlimlar, yangicha qadamlar va turmush odatlari, kiyinish uslubi, yashash shakllari qatorliq o'zgarishlar maydonga keladi. Gerçi bu o'zgarishlar kichik ishlarda ko'rinsimi, kishilar ixtiyorsiz holda boshqalarga ergishib ketadi. Hatto ergashmasi bo'lmaydigandek tuyg'uga kelib qoladi. Mana buni biz moda deymiz. Moda deyilganida ko'pincha kishilarning aqliga oldi bilan yangi fason kiyim-kechaklar va yoki ko'proq anglanadigan naqshi musiqalar kelishi mumkin. Ammo aslida moda ma'lum mazgil kishilar tarafidan olqishga erishib, davr suradigan, jamiyatda keng tarqalgan, ko'p odamlar tarafidan ijro qilingan turli odatlar, yashash shakllari, fikriy iqim va yoki shuningga o'xshagan har xil moddiy va ma'naviy narsalarni ko'rsatadi. Ba'zilar modani faqat kiyim-kechakka yoki yashash uslubiga xos uqum deb qaraydi. Shundoq bo'lganda moda ma'lum vaqt ichida ko'p odamlarga ta'sir ko'rsatgan yangi uslub yoki bir iqim degan bo'ladi. Insonlar to'pi xuddi qo'y podisiga o'xshaydigan xarakterga ega. Bir-biriga ergishib minish, do'rash jarayonida insonlar orasidami bir odat shuncha tiz va osonla hamma ergishadigan moda iqimiga aylanadi. Bugun biz davrimizda moda iqimining eng beshida bo'ladigan, ham osonla ta'sirga uchrab ketadigan ayollar va musulmon ayollarning modaga qanday muomala qilishi kerakligi haqida to'xtalamiz. Alma şirketi her yili yeni telefon ilan qilganda, yeni nusxadagi alma telefonini setib olish uchun börükini satgan, o'g'irlik qilgan, bulangchilik qilgan xabarlarni anglab qolamiz. Amaliyotda bu xil hodislar bizga bakmi bema'ni, shunchalik aqlsizlik bilan qilingan ishdek bilinadi. Haqiqatan insonlar o'zining qimmat qarashlarini, madaniy meroslarini, hayotdagi yashash g'oyasini unutganda, hayotdan oladigan huzuri, moda iqimiga ergashish va yoki har xil quruq obro'y inovatlarni qo'g'lishish bo'lib qoladi. Bundaq odamlarga nisbatan moda iqimiga ergashib yashash kishilar orasidagi qimmatini belgilaydigan asosiy omildek bilinib qoladi-da, natijada buning uchun o'zining qimmat qarashlari, hayo prinsiplari, diniy qizil siziqlari, hatto badanining eng qimmatli bir parchasini qurbon qila oladigan jur'atga ega bo'la oladi. Biz moda iqimining bir parchasi bo'lish uchun a'zolarimizni sotmaymiz. Buningga bizning dinimiz va g'urur vijdonimiz asla yo'l qo'ymaydi. Ammo bir oz astoydil o'ylanib, atrofimizda shakllanayotgan moda iqimlari va buning uchun qurbon qilinayotgan qimmatli narsalarimizga qaraganimizda ahvolning bak cho'ng farqlanib ketmaydiganligini his qila olishimiz mumkin. Masalan, bir musulmon uyg'ur qizining eng qimmatli guhri bo'lgan hayosini bir tarafga qayirib qo'yib, o'zining rasmlarini sotsial medialarda tarqitib yuralishi, hatto xijil bo'lmasdan o'ziga nomahram o'g'illar bilan tushgan rasmlarini chiqara oladigan jur'atga kelishi, o'xshamagan diniy va boshqa mazmunlardagi naqshlarni noz karashmalar bilan o'qiy olishi va buni kengri tarqita olishi amaliyotda bugungi moda qarashimizdagi axloqiy chirikliklarning bir kartinasidir. Algan yeni kiyimleri, yegan isil tamoqlari, bargan joylarining rasmlarini alohida chiqarib ko'z-ko'z qilishlar va bu orqali boshqalar orasida mushundaq qilmishlarning texmi rivojlanishiga qo'shadi. Biz uyga yaxshiroq bir narsa akirgan kishining namrat qo'shnisining bolalarining ko'ngli yerim bo'lib qolmasligi uchun yoshirin elib kirishni targ'ib qiladigan, boshqalar bilan dunyolikda emas, oxiratlik ishlarda bastishga buyurgan, oliy qimmat qarashga ega bir dinning, go'zal islom madaniyatining ergashuvchilari. Har vaqt kamtarlik va kichik piyillikni hayot mezoni qilib yashab kelgan qo'shnisining o'zining oldida chanib qolmasligi uchun ba'zi narsalarni yoshirin ishlatadigan go'zal an'analarga ega Uyg'ur millatining avlodlari edi. Afsus, bugungi kunda qo'g'lashayotgan modalarimiz, moda qilayotgan ishlarimiz odamni to'liq afsuslantiradi. Texmo echinishlik yeri shuki, kishilar bu modalar uchun ta'sir topgan va yoki kitob elishga, farzand tarbiyasiga, ma'arifga xarjlashga chiqmaydigan pullarni xarjlayotdi. 100 liraga bir kitob elishni qimmat ko'rdi-yu, do'stining olgan Janon markalik chiniqach yurishliklarini necha ming liraga elishdan bosh tortmaydi. Bir g'arib do'stiga yaxshilik qilish uchun ozg'ina pulga chiqinmaydi-yu, isil qahvaxonalarga kirib
bir parça resim va yoki video tartib Instagramga chiqarish uchun necha 100 lirani aldı keyniga qarmasdan xajlab etalaydi. Bugun qiz ayollar o'zining kishilik taraqqiyotidan bakrak haftada bir ikki qatim qimmat baholiq restoranlarda tamoq yeyishni yaxshi ko'radigan. Hafta oxirini kutubxonalarda yoki bolalari bilan birga o'tkazishdan bakrak sotsial mediada moda bo'lgan bir joyni aylanishga qiziqadigan, hatto bir qism qiz ayollar ilm elish yoki farzandlariga biror yaxshi o'qish materiali elib berishga rozi bo'lmaydi-yu, ammo go'zallik salonlari, qimmat baholiq terasrash va kundalik girim buyumlari uchun sarf qilayotgan iqtisodiy ko'zga ko'rinmaydi. Hatto bu qo'shimcha ehtiyojlarini eng muhim deb qaraydi. Shundaq, bugun ruhiyatimizning ochlig'ini ilm bilan, nijotligimizning eng muhim halqasi hisoblanadigan ruhiy uzuqlar bilan qandirolmaganligimiz uchun asta-asta ruhiy dunyoyimiz chiriklashib, Qur'on o'qish, ilm so'rovlariga qatnashish zerikishlik bilinadigan. Emas tugumas uzun qismli kino filmlarni ko'rib, eng qimmatli vaqtlarimizni isrof qilib o'tish bizni hech bearam qilmaydigan. Hatto o'zaro bir-birimizni yangidan palani kino Pokuni film chiqibdi, ko'rib beqing deb targ'ib qilishib ketadigan ahvollar so'rovlarimizdagi parang temalar bo'lib qoldi. Mana bu ahvollarga yiroqdan nazar solganimizda ruhiy dunyoyimizning qanchalik qag'chirab ketganini, atrofimizdagi oyog'i uzilmas modalarga ergashish orqali qanchalik xatarlik yo'lda ketayotganligimizni his qilib yetalaymiz. Balkim bir qism kishilar bir odam jamiyatda moda bo'layotgan biror ishni qilish orqali qandaqsiga gunoh sodir qilgan bo'ladi. Bir qizning o'zi xohlagancha yangi fason kiyimlarni kiyib, qimmat baholiq uy saramjonlarini setib olib, xolisi girimxonaga berish erkinligi bo'lmamdi. Buningga nima gunoh bo'ladi deyishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom qandaq bir kishi boshqalarni bir yaxshi yo'lga boshlasa, u kishiga u yaxshilikqa ergashgan kishilarga o'xshashla ajr berildi. Qandaq bir kishi boshqalarni bir yomon yo'lga boshlasa, u kishiga yomon yo'lda mangan kishilarning gunohi ham yeziladi deydi. Bu hadisga asosan biz o'zimiz shaxsiy holatda qilayotgan ishlarimiz orqali yashayotgan jamiyatimizda bundaq behuda ishlarning modaga aylanishiga bir kishilik töhfa qo'shgan. Kishilarning orasida islom cheklagan manmanchilik, behuda ishlarga pul buzib, obro'y talashish, ilm va kitobga ahamiyat bermaslik ayib sanalmaydigan bir holatning shakllanishiga bevosita töhfa qo'shgan bo'lamiz va bu modalarning shakllanishi orqali boshqalarning bu bema'niliklarga texmi ergishishiga sababchi bo'lgan bo'lamiz. Ammo dal aksichi bo'lsa-chi, agar biz aramizda bilim elish, kitob o'qish, kitob setib olish, ilmiy so'rovlarga qatnashish, so'rovlarda ilmiy temalarda paranglashish, boshqalarga ilm yetkazish, farzand tarbiyalash, yangi texnika bilimlarini o'rganish va boshqalarga yordam qilish qatorliq go'zal ishlarni moda qilsaqchi, bu modaga atrofimizdagi do'stlarimiz, saboqdoshlarimiz, jamiyatning har qatlamidagi kishilar qatnashsa-chi, bu vaqtdagi jamiyat nima degan go'zal bo'ladi, ha? Shundaqla biz bu yaxshiliklarni baslashkuchilar karvoniga boshqalarning qo'shilishiga sababchi bo'lish orqali nima degan ko'p ajrga ega bo'lgan bo'lar edik, ha? Undaqda biz birlikda dinimiz va milliy axloqimizga moda yaratishimiz kerak. Bu moda iqimi ilm elishda, har xil kurslar qatnashib, o'zimizni izchil taraqqiy qildirishda, pullarimizni kitob setib olishga xarjlashda, vaqtlarimizni xallarda o'tkazishda, sotsial medialarga o'qigan kitoblarimizdan olgan manfaatli qurlarni ham bahrlashda, o'qigan yangi kitoblarimizni ko'z-ko'z qilishda, farzandlarimizni eng yaxshi shaklda tarbiyalashda, o'zaro ilm so'rovlarini qurishda, ruhiyatimizni qaytadan pok uzuqlar bilan sug'urib, qalbiy farahlikka erishishda bo'lsin. Biz yaratgan bu modadan jamiyatimiz xursand bo'lsin, oilamiz esil jabtuqlarga emas, baxt saodat kutolsin. Biz yaratgan bu modadan mustaqillik gullari echilsin. Bu moda iqimidan xuddi bugun islom dunyosida Falastin xalqining qahramoni Abu Ubayda moda shaxsga aylangandek, vatanimizda Xitoylar bilan uzun yillik yolg'iz kishilik jihodi orqali tariximizda o'chmas izlarni qoldirib ketgan shir'ali kurashga o'xshash palvon azimatlar chiqsin. Keling aziz qarindishim, biz islomiy moda qo'llashaylik. Bizning modalarimiz bizni Allohning muhabbatiga nail qiladigan, uning suyumli payg'ambari bilan jannatda birga qiladigan moda iqimi bo'lsin.